Kim nimani ustida yashasa, o'shani ustida vafot etadi. Ulamolarimizdan ajoyib bir naqllar bor. O'sha naqllardan biri muhaddislardan o'sha Ray qishlog'idan, Ray shahridan bo'lganligi uchun Rozi deb nomlanishadi. Ikkita olim, ikkita Roziyayn deb ataladi. Abu Hatim Rozi bilan Abu Zur'a Rozi. Bu zotlar Imom Buxoriy rahmatulloh alayhining zamondoshlari bo'lishadi. Ya'ni o'sha Imom Buxoriy bilan zamondosh bo'lgan tengi yo'q muhaddislar. Shu Abu Zur'a Rozi 10 yosh atrofida Abu Hatim Rozidan yosh kattaroq bo'lganligi uchun ertaroq vafot etadi va bu kishini vafot etishiniga yaqin betobligini eshitgan Abu Hatim Rozi Muslim ibn Vora degan yana bitta muhaddis bilan ziyoratiga kirishadi. U paytlar shu al-asru zahabiy deb qo'yishadi. Tilla asri deb qo'yishadi. Imom Buxoriylarning davrida juda ham ko'p muhaddislar chiqqan. Va o'shalarning ichidan yorib chiqqan Imom Buxoriy. Muhaddislar juda ham ko'p bo'lgan. Va hadislarni sahih va nosahihga, sobit va nosobitga bo'lingan davr. Muhaddislar juda ham ko'p chiqqan va har biri tengi yo'q muhaddislar zamonasi. Endi Muslim ibn Vora bilan Abu Hatim Rozi o'lim to'shagida yotgan Abu Zur'a Roziyni huzuriga kirishar ekan, qarashsaki, ya'ni odam bilib qoladi-ku. Biz ham bir hojagani ziyoratiga borganimizda, bir nomavrid, bemavrid kelyapmizda deganida, halla domlamiz. Va chota bu hojakamiz uzoqqa bormaydi deb o'sha joyda duo qilib chiqib ketdik ham, orqamizda haqiqatan ham jon uzilganini eshitganmiz. Bir hojagani. Inson o'zi bilib qoladi-ku, bir insonning jon uzilayotganligini, vafoti yaqinlashib qolganligini sezsa bo'ladi. Muslim ibn Vora bilan Abu Hatim Rozi Abu Zur'a Roziyni huzuriga kirishgan paytda qarasaki, o'lim payti kelib qoldi. Sezib qolishadi. Sezishib bir-biriga qarashib turib, endi tengi yo'q muhaddis, yotgan zot, vafot etgan zot. Ziyoratiga kirgan ikkala zotlar ham oddiy insonlar emas, zamonasining tengi yo'q muhaddislari, hadisshunos olimlar. Kirishib turib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida nima deganlar? Laqinu mautakum la ilaha illalloh deganlar. Mayyitlaringizga la ilaha illallohni talqin qildilar. Ya'ni joni uzilayotgan odamga la ilaha illalloh deb qo'ying yoki bo'lsam la ilaha illalloh deb qo'ying, og'ir keladigan bo'lsa shunchaki aytib turish kerak bo'ladi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb turish kerak bo'ladiki, hali odam shu so'zni aytib olsa bitta hamda. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimni oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, jannatga kiradi deganlar. Shundan ikkala muhaddis olim o'zlaridan yoshi ulug' olimni oldida hayo qilishib la ilaha illalloh deb qo'ying degani. Keling deyshadi. Ya'ni o'lim to'shagida yotgan odamga qarab aytishadi. La ilaha illallohni oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi hadisini aytish o'ynaymiz, musobaqa o'ynaymiz deyshadi. Muslim ibn Vora biroz o'zini sanadini aytib berib, menga faloncha aytib berdi va unga faloncha aytib bergan ekan deb qolganini unutgandek to'xtab oladi. Abu Hatim Rozi ham sanadini boshlab turib, bitta odam qo'shib qo'yib turib, u kishi ham esidan chiqib qoldi, bu yo'q kimdir ekan deb turib to'xtab oladi. O'lim to'shagida yotgan Abu Zur'a Rozi davom ettiradi. Men aytib beraman deb turib va sanadi bilan to'liq aytib, o'zini sanadini aytib turib, orqasidan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: kimning oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, jannatga kiradi hadisini aytib turib joni uziladi. Imom Hokim aytadilar o'zlarining rivoyatida, kimning oxirgi so'zi la ilaha illalloh deganda ha lafzi jalolada Allohning oxirgi ha kalima harfi bilan joni uzilgan deb aytishadi. Ha mana kim nima ustida yashasa, o'shaning ustida vafot etadi. Masjidga qatnagan inson masjidda vafot etishligi yoki bo'lmasa husn xotima bilan vafot etishligi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham hamma o'tirganlarimizni, jamiki bizga suyukli bo'lgan ahboblarimizni iloho o'zini fazli karami bilan shu dunyodan o'tar chog'imizda oxirgi so'zimizni la ilaha illalloh qilsin. La ilaha illallohni taqozosi bilan hayot kechirishni hammamizga nasib qilsin. Bilasizlar, hadisi qudsiy bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qiladi Musa alayhisalom haqida. Musa alayhisalom Alloh taologa aytadi. Payg'ambarimiz bu hadisni rivoyat qiladi. Ey Robbim deydi, ya Robbi, allimni shay'an azkuruka va ad'uka bih deydi.
Parvardigor menga shunday bir so'zni o'rgatgin, doim men o'sha so'z bilan seni eslay, o'sha so'z bilan seni men yod olib duo qilib yuray. Duo qilsam o'sha so'zni o'rtaga qo'shib duo qilay. Bilasizlar, ya'ni tavhid kalimasi, o'sha la ilaha illalloh kalimasini qo'shib duo qilinadigan bo'lsa, duolar ijobat bo'ladi. Va g'am-g'ussalar arashligini ham aytilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganki, kimni g'am tashvishi bo'lsa va mana bunday deb duo qilsa, albatta uni g'am tashvishini Alloh taolo aratadi dedi. Allohu robbi la ushriku bihi ahada. Meni Robbim Allohdir, unga hech narsani sherik qilmayman. Ya'ni tavhid kalimasi bilan duo qilinsa, Alloh uni albatta g'am-g'ussasini aratadi degan. Musa alayhisalom ham so'rayapti, Parvardigor, menga bir shunday bir kalimani o'rgatgin, so'zni o'rgatgin, o'sha so'z bilan men duo qilay senga, o'sha so'z bilan men seni yod olay. Shunda Alloh taolo aytadiki, ya Musa, qul la ilaha illalloh. Ey Musa, la ilaha illalloh deb aytaver dedi. Ya Robbi dedi. Ey Parvardigor, kullu ibadika yaquluna hada. Hamma bandalaring bu so'zni aytishadi. Bu so'zni musulmonki bor hamma bandalaring aytishni biladi. Menga alohida hech kim bilmagan so'zni o'rgatgin deganda, ey Musa dedi Alloh taolo. Law anna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illalloh fi kiffatin. Agarda 7 osmon va 7 yer tarozini bir pallasiga qo'yilsa, qiyomat kunida tarozini va la ilaha illalloh bir pallaga qo'yilsa, albatta la ilaha illalloh og'ir keladi dedi. Shuning uchun ham mashhur bir hadis bor. U hadisni bitoqa hadisi deb qo'yishadi. Qiyomat kunida bir bandani olib kelishadi. U bandaning gunohlari nihoyatda ko'p bo'ladi. Va taroziga nomai amollarini qo'yilganda amallari ko'p, yomon amallari, gunohlari ko'p. U banda qo'rquvga tushib turgan paytda Alloh taolo nima deydi? Innaka la tuzlamul yawm deydi. Bugun senga zulm qilinmas deydi. Va farishtalarga akhriju al-bitoqa deydi. Bitoqasini chiqaringlar. Bitoqa degani shu ID kart. Kichkina. Arabchada buni bitoqani varaqatun sag'iratun deb qo'yadi. Kichkina varaq degani. O'sha kichkina varaqni, uni ya'ni u degani u odamning kim ekanligini aniqlab beradigan narsa. Shu ID kartda. Bizda universitetda o'qiganimizda bitoqa deb qo'yadi. Shu ID kartimiz o'shan bilan kirgizardi universitetga. Kechasi 12 dan kech qolib kelsa, kirgizmay qo'yadi. Shu bitoqasiga qarab kirgizadi. Shu bitoqasini ko'rib chiqaringlar deydi Alloh taolo. Bitoqasini olib kelishganda kichkina bitoqa, haligi banda aytadiki, ya Robbi deydi. Ey Parvardigor, bu bitoqa kichkina qog'ozcha, buncha gunohlarni oldida bu nima bo'lardi deydi. Alloh taolo aytadiki, innaka la tuzlamul yawm. Bugun senga zulm qilinmas deydi. Bitoqada la ilaha illalloh kalimasi turgan bo'ladi. Ya'ni bu la ilaha illalloh nima degani bu? Hamma ham Musa alayhisalom aytgandek, hamma ham la ilaha illallohni aytaveradi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda man qala la ilaha illalloh sodiqon biha deganlar. Kim la ilaha illallohni sidqi dildan aytsa, boshqa bir hadisda min qalbihi deganlar, qalbidan aytsa degani. Ko'pchilik la ilaha illallohning ma'nosini tushunmaydi. La ilaha illalloh deganda ko'pchilik rububiyat bilan tushunib oladi. Ya'ni yaratuvchi faqat Alloh deb tushunib qoladi. Yo'q, unday emas. Yaratuvchi Alloh, buni hamma biladi. Buni hatto Abu Jahl ham bilgan. Buni hatto Abu Lahab ham bilgan. Payg'ambarimizga eng dushmanlik qilganlar ham bilishgan. Iloh kalimasi va huvallohu fis samai ilahun va fil ardi ilah dedi Alloh taolo. U Alloh osmonda ham ilohdir, yerda ham ilohdir. Ya'ni osmonda ham sig'iniladigan zotdir, yerda ham sig'iniladigan zotdir degani. Demak, ma'bud ma'nosida tushunamiz. O'shanda la ilaha illallohni to'la to'kis tushungan bo'lamiz. Yuqoridagi banda taroziga amallari qo'yilgan, yomon amallari qo'yilgan. Shuning uchun Shayxul Islom Ibn Taymiyat rahimahulloh aytganlar, ahli sunnani e'tiqodida gunohkor, fosiq, lekin aqidasi sog'lom inson hech qanaqa gunohlarni qilmaydigan bid'atchidan ko'ra Allohga suyukliroqdir degan. La ilaha illallohni to'la to'kis amalga oshirish mana shunday ma'noda. Gunohlar bo'lishi mumkin. G'iybatlar bo'lishi mumkin, fisq, fasod ishlar qilgan bo'lishi mumkin, lekin la ilaha illallohni amalga oshirgan bo'ladi. Allohdan boshqadan qo'rqmagan bo'ladi. Allohdan o'zgaga tavakkul qilmagan bo'ladi. Nazr qilsa Allohga nazr qilgan, qasam ichsa Alloh uchun qasam ichgan. Ya'ni ibodatni jamiki turlarini faqat Allohga sarf qilgan bo'ladi.
Demak, la ilaha illallohning ma'nosi ma'bud ma'nosida tushunamiz, keyin to'g'ri bo'ladi. O'sha banda ma'bud ma'nosida tushungan. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, bugun senga zulm qilinmaydi deydi. Va uni keyin o'sha bitoqasini, la ilaha illalloh degan guvohnomasini qo'yilganda hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, fatoshatis sijillat dedilar. Ro'yxatlar osmonga uchib ketdi dedilar. Har bir sijil kullu sijillin misla maddil basor deganlar hadisda. Har bir boyagi yomon amallarini ro'yxati ko'z ko'rish masofasicha edi deydi. Demak, la ilaha illallohni to'la-to'kis amalga oshirish insonni najot topishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimizning shafoatiga ham sazovor qiladi va insonni qabrda ham, mahshar maydonida ham va do'zaxdan chiqishligiga ham kimdir kelib qo'ygan bo'lsa, la ilaha illallohgina asqatadi. Alloh taolo shu kalimani sidqi dildan aytib, o'shani taqozosi bilan yashaydigan zotlardan qilsin. Qabrga qarab sig'inmaydigan, qabrdan madad so'ramaydigan, faqat Allohgagina qalbni bog'laydigan, haqiqiy la ilaha illallohni ro'yobga oshiradigan zotlardan qilgan bo'lsin. Va o'tgan hoji akamizni esa umrni borgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad.